Assalomu alaykum barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xolida Isroil yozgan Altun Kesh romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Keremning oliy maktab hayotidagi aslimalarini va uning jamiyatni kuzatishdan hosil bo'lgan natijalarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. O'zimni dunyoning qutqazg'uchisidek sezib, jasoratlik hem hasratli xiyollarga məftun bo'lib yurgan shu yillarda men o'zimga bir necha fikrdosh topgan edim. Biz doim bir yerga kelib jamiyatdagi chekidan oshgan, muvofiq bo'lmagan ishlar, adolatsizliklar to'g'risida munozirlashatdik. Uni hal qilish to'g'risida ko'z qarashlarimizni o'ttirg'a qo'yib, bir-birimizni qoyil qilishga urinatdik. Bizning oramizda g'opurjon bor edi. Ammo u bir mezgildan keyin o'zini tortdi. Kamol bo'lsa, vaqtini she'rlar va atrofdagi qizlar bilan o'tkazatdi. Siyosiy ustida so'zlashni avorchilik ham xatarlik deb qaraydi. Ba'zida Osim bilan Hadiyamu munoziralarimizga qatnashib qolatdi. Ammo ular to'laroq ittifoq va sinf xizmati bilan oldirash yuratdi. Sinfdagi zo'r ko'pchilik bola bizning munoziralarimizdan xabardor edi. Ularning ko'p qismi bizni qo'llaydi. Masala bo'lgan ekan uni sinfiy dushmanlar dasta qilishdan burun o'zimiz o'tirg'a qo'yishimiz, fikr berishimiz, masalalarning hal qilinishiga turtki bo'lishimiz kerak. Chunki biz xo'jayin deb qarashatdi. Shu kunlarda zargarning voqeasi asosida yozgan dastonim o'gay ona mavzusida jurnalda e'lon qilinib, jamiyatda kuchli ta'sir qo'zg'adi. Men birdilla atoqli shoir bo'lib ketdim. Kishilar dastonimni jamiyatdagi tengsizliklarga dodillik bilan pash qilingan haqqoniyat tuyg'usiga ega asar deb madhiyalashdi. Yil oxirida fakultet tarafidan menga bir sahna asari yezish vazifasi tushirildi. Men dastonimning voqeligini Altun Kesh nomli xalq cho'chiki bilan birlashtirib, dramani tezlikda yezib bitkizdim. Drama yuqur-tuvan hammaylarga yaradi. Bizning sinfdagilar yangi yilda uni o'ynab, mukofotlarga erishdik. Bu natija hammamizni qaltis xushal qilavatdi. Hadiya, Osim, Nuriya, Kamollar, Rayhon, Hamroxonlar va Nur ililargacha hammaylar rolni shundoq yaxshi olgan ediki, keyingi taqdirimizning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, shu vaqtlar hammamizning hayotidagi eng yorqin, eng unutilg'isiz vaqtlar bo'lib qolgan edi. Dramaning muvaffaqiyati donqimni texmi oshirdi. Maktab ichida emas, sirtdimi kishilar meni bir-biriga tunishtirishatdi. Ketib-olsam kaynimdan qarab qilishatdi. Ko'chalarda tuyuqsiz, notunish bir kimlar kelib, qo'limni siqib, ko'rishib, tabriklab ketadi. Ammo bular meni qanoatlantira olmaydi. Men bir shoir edim. Yana kelib amdila 17 yoshga kirgan edim. Quruq atoq men uchun uncha qimmatli emas edi. Men haqiqiy, ko'rgili, tutqili bo'ladigan ish qilishim kerak edi. Xalq o'z shoiridan shuni talab qiladi. Oldingi yili kuzdan boshlab maktabimizda istil tuzatish harakati dog'dug'liq qanot yaydirilib, hamma odam partiya hukumat xizmatlari ustida fikr berishga safarbar qilingan edi. Kishilar kompartiya haqiqatan odil ekan, xalqning fikrini anglaydi ekan deyishatdi. Chochlari oqargan pishqadam rahbarlar, atoqliq ma'arifchilar, olimlar kasal karavitidan qopib, hayajondan titrigan holda fikr berishdi. Az-to'la mustaqil fikr qilish iqtidoriga ega odamlarning hammasi so'zildi. Shu kunlarda men qo'limga qalam ilib, avtonom rayon rahbarlariga xat yozdim. Jamiyatda hilmi saqlanayotgan tengsizlik, adolatsizlik, nomrodlik, amaldorlardagi byurokratlik, yezlarda qaramlarcha ijro qilinayotgan qisman siyosat keltirib chiqargan oqibatlar haqidagi faktlarimni, qarashlarimni o'ttirg'a qo'yib, o'zimizni maqta vermay, masalalarni ko'rish, hal qilish lozimligini va o'zim to'g'ri deb qargan tadbirlarni bayon qildim. Xatga sirliq tus berish ham ko'pchilikning sadosidek unum hosil qilish uchun xatning oxiriga haqqoniyat vulqonlari deb imzo qo'ydim.
Xatni pochtadan silibitib bo'lib, ichimni besib turgan qorong'ulik tarqab, o'zimni shunchalik yengil, ozoda his qildim. Rəhbərlər mening samimiy niyatimni chuqum tushunadi, takliflarimni qabul qiladi. Chunki deganlarimning hammasi amaliy ishlar, hal qilmay bo'lmaydigan masalalar. Agar mening yozganlarimni bilsa, ular texi menga rahmat aytishi mumkin deb o'ylaydim men. Yangi yil kirib uzoq o'tmay ishlar tuyuqsiz ostin ustin bo'lib ketdi. Ilgirki cho'ng ichilib sayra shuari, cho'ng munozara, tanqid, kurash qilish, o'ngchi, yerlik millatchilikka qarshi turish, mutaassiblikka qarshi turishga o'zgartildi. Ilgari fikr berganlar, kuyib qaynab so'zlaganlar sahnlarga tortib chiqarilib, qo'llari bog'landi. Kurash tanqid qilindi. Hamma yerda eng jonliq, eng o'tkir sotsializm uchun amaliy ishlayotgan bir turkum kishi ana shundoq dushmanga aylantirib etildi. Urumchidagi cho'ng matbuotlarda O'gay ana dastoniga tanqid nomli yirik obzorlar e'lon qilindi. Mening dastonim Uyg'ur avtonom rayonining ideologiya sohasidagi hayot-mamotlik kurashning markaziy nuqtasi qilib qo'yildi. Qizil binoning ko'rinarli yeriga "Oltin kash nima demakchi?" degan cho'ng xatli gazet chaplandi. Ayni chaqda yuqorining o'rinlashtirishi bo'yicha Oltin kash dramasida rol olgan savodoshlarimmi yo'lsizlarcha menga chetib qo'yildi. Orqadilla maktabga maxsus tekshirish guruhi kelib, avtonom rayon rahbarlariga xatning egisini surishda qilishga boshladi. Pochurka tekshirguchi mutaxassislar meni bir pasla aniqlab chiqdi. Ammo ularning aniqlamoqchi bo'lgani yolg'iz malla emas, balki bir guruh tashkilot edi. Mening xatni o'zim yozgan, hech qanday guruhim yo'q deyishlarim hech kimni qoyil qila olmadi. Sirdosh do'stlarim Ibrohim, Abdusamad, Xilillar tabiiyla bu tashkilotning g'olliq a'zosi deb qaraldi. Amalda mavjud bo'lmagan bu tashkilotni fosh qilish cho'ng yig'inida sinfimizga intayin yavash, qo'rqinchoq bir savodishimiz sahnaga chiqib bir hujjatni o'ttirg'i chiqardi. Bu Himit ismli bir tarix o'qituvchisining Haqqoniyat vulqonlari nomli tashkilotimizga to'lagan a'zolik badal pulining hujjati ekan. Xat dal Himitning xatiga o'xshaydi ekan. Hujjatga yana Ibrohimning tamg'isi bisilgan ekan. Bu ish hammamizni hang-tang qoldirdi. Men Himit ismli bu muallimning Ibrohimning yurtishi ekanligini bilatdim. Ammo uning bilan biror eg'iz paranglashib boqqan emas. Ay shu bir parcha soxta hujjat amaliyotda mavjud bo'lmagan tashkilotning moddiy isboti bo'lib, bizning taqdirimizni belgiladi. Ish biz bilanlar kessa mayli to'g'u. Himit muallimning bizning fakultetda o'qiydigan gunohsiz bir singlisimi aloqachi bo'lib tortib chiqarilib, chidog'siz xo'rliq va haqoratlarga uchirdi. Chiroyi tomdek tatirib, lag'ildab titrab turgan ashu qizning sahnadagi ichinishli holati mangu esimdan chiqmaydi. Yig'indan keyin beshimiz ayrim yotoqqa nazarband qilindik. Har birimizning hinida birdan nazoratchi bo'lib, sirtqa chiqishimiz, boshqalar bilan aloqalashishimiz, o'zaro paranglashishimiz cheklangan edi. Kech kirdi. Ulardan ikkisi navbatchi bo'lib, ikki tarafdan bizni kuzatib o'ltirdi. Qolganlari sirtdagi karvatlarda uyquga ketdi. Biz uxlay olmadik. Qandoqmi uxlash mumkin? İbrahim bədəllərini karvatqa urvatqandək ovoz chiqarib, to'xtamay u yonga o'rlatdi. Himit muallim tinmay ah tortatdi. Turib-turibla qattiq yutilib ketadi. Xilil bilan Abdusamad hili manga, hili bir-biriga qarashatdi. Ular ko'nglidagi gumon tugunchlarini, gangrashlarini o'tirg'a qo'ya olmay azoblanayotdi. Men xudimni yo'qotgandek bir holda edim. Kallamga liq to'shqan shuar sadolari. Shovqin surallar birdam to'xtamay davom qilyotdi. Beshim qattiq og'rib, chekilarim charaslagandek bo'ladi. Men nazoratchiga beshim og'riyotganligini aytdim.
U nimalarnidir deb g'udirab uduldagi hamroyiga qandoq qilamiz? Senda bosh og'rig'ing dorisi bormi? dedi. Hamrohi menga sat olib. Qilg'uluqni qilib bo'lib, endi bishing og'rig'il turdimi? Obdan bo'pti. Og'rigan bo'lsa chida. Ko'rguliging oldingda texi, dedi. G'alati yeri uning til haqoratlari asta-asta nervamni tinchlantirdi. Kallamdagi qalaymaqan ovozlar yo'qab, bosh og'riqimni qo'yib berishga boshladi. Ammo ko'kragimga og'ir bir narsa kaplishiklik edi. Uni yo'qotqili bo'lmaydi. Chandurmay cho'nqur nafas olsam bir oz rohatlanib qolgandek bo'latdim. Doim atrofimda parvona bo'lib yuradigan onam, ichki kuchlik dadam ko'z oldim kelib oladi. Üstümge artılgan cinayetlerinin ağırlığı, uykusuzlukta itmeyeceğiz bulup ketken nazaretçi etqandek, kördiğen küllerim aldımda işkelligini bana 5 qo'ldek bildirip duratdi. Mengu bishimga kelganini ko'rarman. Ashu bichara ota-onam qandoq bo'lib ketar, deb o'ylab ichim o'rtinib chidayolmay qolatdim. Qachonlardidir havo guldirlab chaqmoqlar chaqilishga boshladi. Har qitim chaqmoq yo'riqi yotiqimizni oppoq yo'ritib o'tganda tatarang'u vahimalik chiroylarni, yo'g'on ichilgan ko'zlarni ko'rmaslik uchun ko'zimni yumib olatdim. Go'yo hilla qandoqdir chiduqsiz ishlar yuz beridigandek, jiddilashib guldirmama ovoziga dekki-dukki ichida quloq solatdim. Arqadınla şaqırab yağmur yağışqa başladı. Şaqırgan küçlük ovoz bilan hamma ovozni besib tushgan yağmur xuddi yer yuzidagi hamma pasqinchilikni tozalamoqchi bo'lgandek shiddat bilan quyulatdi. Deriza aynaklaridan, daraxtlardan, o'gizlardan qilin parda hosil qilib pastga oqatdi. Xuddi yig'ilib qolgan haddi hisobsiz dardini chiqarib olmoqchi bo'lgandek bir pasmu to'xtamaydi. Yerim kechida tashqirdagi eshik tuyuqsiz qattiq urildi. Kimlardir nazoratchilarni o'nlik chaqirishga boshladi. Sirtqi yotoqdagilar qo'pib eshikni ochdi. Ular gudonglashib, aldirash so'zlashishdi. Keyin kiyimlarini kiyib, yenimizdan ikkisiga ho'shyor turishini topilab qo'yib chiqib ketishdi. Yenimizdagi nazoratchilarning kusurlab qilishgan gaplaridan qizlar yotig'ida birarsini yo'qab ketganligi chala puchuq tushandim. Kim yo'qab ketgandu? Nima ishdi? deb o'ylab yetib, ko'zim ushtumtut Yimit muallimning ansiz ko'zlariga tushdi. Yuragim qart qilib, bishimdan bir qapoq sovuq suv quyilgandek bo'ldi. Demak, Yimit muallimning singlisi, Serin ismli ashu chiroyli qiz yo'qab ketgan gap. Beshini yerdan olmay yuradigan adab qoidalik, muloyim bir qiz edi. Yig'indagi to'kmat va haqoratlarni qandoqmi ko'taralsin? U yurtiga ota-onasining yiniga ketganmidi yoki bu yomg'irlik kechida bir yerlarda qechib yuramdigandu? Allah, ashu gunohsiz qizni balo qazodan saqlab, tinch amon qilg'aysan. Sen odil, sen hamma mo'jizni yarata olaysan. Ashu qizni o't ichidagi paxtadek amon qilg'in Allah. İçimda to'xtamay duo qilatdim. Men uzundan buyon duo qilmas bo'lib ketgaydim. Ashu chaqlarda qandoq bo'lib to'xtamay duo qilib ketganimni o'zimmi bilmaydim. Sirtda bir muncha qiz o'g'il bolaning varang-churungi anglanatdi. Qorong'ulikni kesib o'tgan qo'lchiroq yo'rig'i derizimizga tushib, inchika yomg'ir talolarini yo'ritib, yana yo'q bo'lib ketadi. Tong saharda yomg'ir pasayib simildab yog'ishga o'zgardi. Yuyulib, pokizlanib qolgan deriza aynakidan yangi bir sahar, g'uva, ammo rangdor bir holda ko'zga tashlanadi. Yana eshik chekilib, nazoratchilar Yimit muallimni chaqirib chiqib ketishdi. Yimit muallim chiqib ketayotganda uning ko'zlariga qarashdan qo'rqib chatga qarab oldim. Ichimga bir titrak kirib olgan edi. Ko'nglim bir shumliqni tuyib turardi. Boshqalarning chiroyi tatargan, ko'zlari ansiz edi. Muallimdan ko'zlarini qochirayotganda qiladi.
bir pasdan keyin Serinning jasadi maktab orqasidagi ko'ldan tepilganligini angladik. Uni jinoyatidan qo'rqib o'lib oldi deyishdi. Hamid muallim: "Qaraga ketgan singlim, 10 gulining biri ichilmay turib, nahaq o'lib ketgan singlim" deb vaqirab yig'ildi. Uni hech kim to'siy olmadi. Shundan keyin mendimi nihoyat bir o'limkan-ku. Nimadan qo'rqatdim? deydigan bir o'y paydo bo'ldi. Men shu ishlarning hammasini men keltirib chiqardim. İbrahim qatorliq do'stlarimga, Hamid muallimga, Seringa men ziyonkashlik qildim. Men rahbarlikka yozilgan xatga uchuq oshkora holda o'z ismimni yozgan bo'lsam, bu ishlar yuz bermaydi deb o'ylab, o'z gushimni yegudek bo'lib ketatdim. Hozir bo'lsa-mu rost gap qilib, atrofimdagilarni qutqizish, ularning gunohini yengilitish uchun jinimni tikishga rozi edim. Biroq rost gap ularning qulqiga kirmaydi. Ularning esida qolmaydi. Ular so'ra xotirasini o'z royi bo'yicha yozadi. Ular hiliqidek paketlarni xohlagancha o'ydirib chiqa oladi. Urib, dumbalab, zo'rliq bilan imzo qo'ydira oladi. Yil oxirida maktabda dag'dug'liq cho'ng yig'in ichilib, beshimiz qo'lga ilindik. Yig'indan keyin soqchilar bizni bog'lab, mashinaga tortib olib chiqayotganda biz hammamiz: "Biz nahaq jazolandik. Biz adolat talab qilamiz. Biz tashkilot qurmadik. Bizning qo'lga ilingudek hech qanday gunohimiz yo'q" deb vaqirashdik. Qo'limiz kayniga bog'langan, oldi kaynimizga xatlar chaplangan holda qurolliq soqchilarning o'ttirsida yuk mashinasi bilan ko'chadan ilib ketilayotgan chog'imizda kishilar bizga ich og'ritib qarashib qoldi. Ba'zilar: "Otqini ilib mong'ollar ishkan, kichkina bolalar ishkan-ku. Voy Alloh, mushularnim otamdigandu" deyishatdi. Cho'ng yoshliq ayollar ko'z yeshini surtishib, ichida pichirlab duo qilishatdi. Biz etishqa emas, jamoat xavfsizlik nazoratining turmasiga ilib berildik. Biz turmaning eshiklarini jaldoqshitib, tomlariga mushlab, vaqirab, jaqirab bir mezgilni o'tkazgandan keyin bekor avora bo'layotganligimizni bilib pastgo'yga tushib qoldik. Bizning qo'limizga ko'yza, putlarimizga og'ir ishkallar silingan edi. Turmaning qorong'u zay koridori bizni dunyodan ayirib turadi. Xo'rliq, nam, buzilgan havo, ochliq azobi bizni to'xtamay qiynaydi. Hamid muallim to'xtamay yutilib qon tukiratdi. Kechalari qizib chiqadi, lekin muvofiq kutinish va davolashga erisholmaydi. Uningga har bir qarasam yuragim pichoqda tilgandek etishadi. Bizning aramizga har xil odam kelib ketib turadi. Biz ulardan o'zimizni qandoq qo'g'dashni, qandoq gaplarni qilmaslikni, qandoq gaplarda ching turishni oz-to'la o'rganib olgan edik. Men har qitimqi so'roqda birla ishni qildim. Hamid muallim bilan azaldan tunishligim ham hech qanday aloqam yo'qligini to'xtamay so'zildim. Kuchimning boricha uni oqlashga tirishdim. Boshqalarni shunday qilishga undidim. Bizning tirishchiligimiz bilan muallim 3 yildan keyin qo'yib berildi. Ammo qattiq hasrat va ochlik uning jinini xo'rtib bo'lgan ishkan. Uzun o'tmay biz uning turmadan chiqqandan keyin o'ra bo'lolmay o'lib ketganligini angladik. Yana bir yildan keyin biz ko'nglimizdagi javobsiz qolgan nurg'un savolimiz, zo'rlab tingilgan gunohlarimiz va sotning nohaq hukmi bilan shayardagi emgak bilan o'zgartish maydoniga ilib berildik. Men asosiy jinoyatchi bo'lganligim uchun 20 yillik, İbrahim 12 yillik, Abdusamad 8 yillik, Xilil 6 yillik qamoqqa hukm qilindik. Urumchi turmasi o'tkazgan 4 yilni chiqarayotganda Abdusamad bilan Xililning erkinlikka erishadigan kunlariga ancha uzoq qolmagan edi. Biroq Xililmu og'ir kasal edi.
u shayarga berib uzoq o'tmay olamdan o'tdi. Yurtida uni saqlab turgan so'ygan qizi bor edi. Pat-pat uni yo'qlab kelatdi. Ammo yetishga bir necha oyla qolgan baxt va erkinlik uningga nisib bo'lmadi. Uni ashu yerning qora tuproqiga ko'mib qo'ydik. Uni doim yo'qlab turdik. Abdusamad gunohi yengilitilib, 1 yil burun qo'yib berildi. Uningga havasimiz keldi. İbrahim ikkimiz 1960-yillarning oxirigacha jafo mushaqqatda billa bo'ldik. Oxirida o'zim yolg'iz qoldim. Ammo u yerda men qismatning yozmishi bilan bir yerga kelib qolgan ko'plagan yangi do'st, aka-ini, ustoz, pishvolar bilan tanishdim. Ularning do'stligi, mehribonligiga, yetaklishiga muyassar bo'ldim. Normal hayotda men buncha ko'p ajoyib odamlarni birla vaqtda ko'ra olishim, ularning kechmishlaridan xabardor bo'la olishim, ulardan ta'lim ola olishim, hayotni, dunyoni bir qadar cho'nqur tushuna olishim mumkin emas edi. Ana shularni o'ylasam, taqdirning o'rinlashtirishlaridan og'rinibmi ketmayman. Endi Osimning asllari keldik. Osimning aslimisining 2-chi qismi. O'qishga kelgan dastlabki vaqtlarda adabiyot fakultetiga yo'tkilish ko'yda yurib, kunlarning qandoq o'tganini bilolmagan ekanman. Yo'tkilib bo'ldim. Savoqdoshlarim bilan chiqishibmi ketdim. Endi vaqt uzargancha opamni, bir tuqqanlarimni, bag'rida cho'ng bo'lgan yurtimni seg'inishga boshladim. Attigini non bilan atganchaga qarab o'ltirib opamning choylarini eslab g'iqqita bo'lib qolatdim. Opam qandoq qilyotadigandu? U men dasturxonda bo'lmasam choy ichmaydi, geldan g'izo o'tmaydi. Tamoq yeyotsam qo'lidagi qo'shiqni qo'yib, harakatlarimga zo'qlanib qarab ketadi. Uning aytishicha, men dadamga qaraganda opamning dadasiga bakroq o'xshaydi ekanman. U doim "Sana qarasam dadamni ko'rgandek bo'laman. Tamoq yeyishing, o'ltirib qo'pishlaring, yo'l mingishing dadamning o'zi" deydi. U meni o'g'lidekla emas, yaqin sirdishidek, tayanchisidek ko'ratdi. Bir ishdan xo'shal bo'lsimi, birarsidan ko'ngli ranjisimi menga deydi. "Ittikrak cho'ng bo'lsang, seni o'ylab, uyni kelinimga tashlab, put-qo'limni so'zib orom olsam" deb armon qiladi. Cho'ng tag'amning Ayturg'on ismli yuzi to'lin aydek yumaloq, 2 mangizda zinoqlari bor chiroyli qizini menga nishonlabmi qo'ygan edi. Ayturg'on ikkimiz kichigimizdan aka-singildek cho'ng bo'lganligimiz uchun bundaq gaplar menga faqat xo'sh yoqmaydi. Men u gapdan o'zimni qochirgan seri opam va hadilarim meni neziqyotidi deb o'ylab to'xtamay Ayturg'onning gapini qilishadi. Uni voy undaq ishchanay, mundaq aqliqay deb maqtashgan edi. Bu gaplarni anglamaslik uchun bir amal qilib talaga qechishni qo'ydi bo'latdim. Mana endi men bizar bo'lgan uyim, opam, hadilarim, hatto ashu Ayturg'onmi ko'zlarimdan uchib ketyotdi. Maktabga kelibla yozgan xatimga texmi javob yo'q. Har yili kuzda havo sovishga boshlaganda opamning ziqqa kesili qo'zg'alib qoladi. Qishda bo'libmi atiyozda bel og'riqining dardini tatadi. Bichara opam og'riq turibmi orom ololmaydi. Bir qallisida ming bir o'y bilan o'zigimi, hadilarimgimi birdam orom bermay oldirabla yuradi. Opam ana shundoq ichi kuchlik, tirishchan bo'lg'achqala dadamning yo'qligini chandurmay, 3 hadamni taloliq qilib, uyni bir chiroyli tutib ketyotidi. Mahallidimi kim desa Zöhra bo'vi bo'lib hammani og'ziga qaritib yuriydi. Ashu jafokash o'zigimi, boshqalargami talabchan opam meni ko'rsila muloyimlashib, ko'zlari nurlanib ketadi. Men buni kichigimdan bilaman. Opamning menga boshqacha amroqligini, yaxshiroq biror narsa topsa, yeyishga qiymay menga saqlab qo'ydiganligini. Ba'zi chaqlarda do'stlarim bilan o'ynab kech qolsam yoki qizib, yutilib qolsam, opamning andishiga tushib, o'zini qo'ydigan yer topolmay qoladiganligini bak obdan bilaman.
Meningmi opamni andishiga solg'im kelmaydi. Uni doim xotirjam, xushal-xo'ram yursikan deb orzu qilaman. Men o'qishga mangdigan kunlarda opam bek xushaldek ko'rinsimi, turibla xiyolga petib qoladigan bo'lib qolgan edi. Oxirgi oqshimi kiyim-kechaklarimni ratlab sumkaga silib berayotgan opam bir paypiqimning uchi ozroq teshilib qolganligini ko'rib, yamab bermoqchi bo'ldi. Qo'liga jip yingini ilib, jipini o'tkazolmagancha beshini orqasiga tashlayotgan opamning chiroq yo'riqida uchuq ko'ringan chiroyiga, ko'zlarining o'ltirishib, ko'z atrofidagi qo'riqlar va ichki chekisidagi oq sochlarning ko'payib qolganiga ma'yuslik bilan qarab qoptiman. Bechora opam 1-2 yildan beri obdalla ojizlab qolgan edi. Doim yingniga yeb o'tkazolmay tit-tit bo'ladi. Men o'tkazib beray desam, ranjiganda qilib, "Bo'ldi, o'zim o'tkazalayman. Men texi unchada qirib ketmadim", deydi. Shu topdimi u o'zining yingniga yeb o'tkazalaydiganligini isbotmoqchi bo'lib tirishayotdi. Ammo opamning quliga qarab ko'nglim bir qismi bo'ldi. Opam yingnini ta'tir tutib olgan edi. Men gap qilmay chiroqni opamga yaqinroq yo'tkab qo'ydim. Opam shu chaqdila: "Ko'rdingmi balam? Opang qirib qopti. Atdigandan beri yingnini ta'tir tutib yeb o'tkazman deb o'ltiribdi", deb ochiq kulgan edi. "Andish qilma opa, men senga Urumchidan ko'zoynak avatib beraman. Ma'ruf tag'amninkidek cho'ngaytib ko'rsatdig'ini, uningdan chiroylig'ini texi", desam echilib kulib: "Voy saqam, aqlliq o'g'lim. Yanila sen o'ylaysan meni", deb bosh ko'zimni silab ketgan edi. Har kuni shunda xiyollar bilan uyquga ketatdim. Opamni seg'ingancha to'la tushimga kiratdi. Ba'zida xushal, ruhli holatni ko'rsam, ba'zida ojiz, g'amgin holatini ko'rib, ko'nglim yerim bo'lib qoladi. Bir kuni fakultetimizdagi xat tarqitishga mas'ul bola menga 3 parcha xatni biroqla akilib berdi. San'at, tantarbiya, suvchilik fakultetlarini aylanib kelgachga vaqtida topshirib ololmagan ekanman. Aldirab xatni ochdim. Boshdagi xatning pochirkisiga qarabla uni ayturgan yezib berganligini bildim. U mening xatimni topshirib olgandan keyin yozgan javob xati bo'lib, uydagi hammalarning tinch amon ekanligi, meni seg'inganligini bildirib, oxirida tomoqni vaqtida yeyishimni, qilinroq kiyinib olishimni, o'zim yolg'iz sirtlarda cho'gilab yurmasligimni, do'stlarim bilan tala-tuzga chiqsammi, kech qolmay maktabga baldur qaytishimni topilab yozgan xat ekan. Ikkinchisini opam o'zining ko'nicha, maymoq, saymoq xatlari bilan yozibdi. Qaraganda ayturganni saqlashga taqat qila olmagan bo'lsa kerak. Asosligi mendan ansirab, tez-tez xat yozib turishim topilabdi. Oxirda yana maktabning tamoqining qandaqligi, to'yg'idek beradigan bermaydiganligini so'rab, lozim bo'lsa uydan non to'qash, so'qum go'shtlardan avtadiganligini aytibdi. Uchinchisi yana ayturganning yezib bergini ekan. Uningda ikkinchi hadamning o'g'il tuqqanligi, cho'ng tag'amning kasal bo'lib yetib qilib, yaqinda xeyli yaxshi bo'lib qolganligini yezib bo'lib, "Balam, Osimjon, menmi qirib qoldim. Salomatligimmi ilgirgidek emas. Fikr xiyolim senda. Bizdan har qancha zerikkan bo'lsangmi, ikkili xat yozg'in. Salomat turayotganliging bilib qolayli", debdi. Ayturgan xatni ko'p siliqlab yozgan bo'lsa-mu, men xatdagi har bir eg'iz gapning egisi kim ekanligini aniq bilatdim. Bo'libmi, bizdan har qancha zerikkan bo'lsangmi degan so'zni ayturganning qo'shib qo'yganligi aniq edi. Opamning xat yozmag'inidan ansirab, yelinganda qilgan so'zlari ko'nglimni yerim qildi. Shu kunila xat yozib, pochtadan selib etdim. Xatda opamga ahvolni tushuntirib, mendan ansirmasligini aytib, "Senden shuni o'tinay, oppa, salomatligingga diqqat qil. Uyning ishlariga bak o'zingni urib ketma. Sen sog'lom bo'lsangla, men xotirjam o'qiy olayman. Yana biri non to'g'ash, qeza, so'qimlardan tayyorlab avatimiz debsizlar. Hargiz unda qilmanglar. Bizning maktabning tamog'i bak yaxshi. Nonpan, go'shmoy ishib-teshib turdi. Yeydigan qursoq yo'q.
Sizlar yana əvətsənglar bekar isrof bo'lib ketidi deb yozdim. Ko'z әйнекni qishliq ta'tilda o'zim alg'ash bordiganligimni qistirib qo'ydim. Shundoq qilib roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat. İzbasar YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.